alaykum akalar, ukalar, obunachilar, mana takamiz nabor zakaz qildi, katta nabor, bitta mana ismlarni yozib beraylik, xudo xolasa. Katta bo'lar chiroyli mana. Bitta ham go'zal chiqqan. Boltasi. Terlash pichog'i. Bitta musatda. Bu ham pichog'i. Kichkinagina bitta chopqisi. Bo'yin olgan, qo'yib qo'ylar, bo'yin olgan pichog'i, mol bo'yin olgan pichog'i mana. Xudo xolasa ish avzorlarni beramiz. Nihoyatda go'zal ismlarni yozdirib, hamma cho'tga qidiryapmiz. Mana chopqimizga ham orqa tomoniga ismlarni yozdirib berdik. Ko'rasizlar. Ularni hozir endi kesish avzorlarini qilib beramiz. Bo'yin olgan pichoq nihoyatda o'tkir. Olaveradi. Bu yana bitta qo'yib qo'yilib bo'yin oladigan pichoq. Nihoyatda o'tkir. Bu go'sht to'g'ragan bu. Tekstiliyatlari ham juda chiroyli chiqqan. Tinnoq mana, xudo xolasa. O'zini ko'ryapsizlarmi? Suv deyoladi. Bu terlash pichog'i bu. Kichkinagina xirchan qo'pol emas, boshqa emas. Kattasi bo'lar, juda chiroyli ishlangan. Hisoblar mo'shniy, baquvvat ishlangan mana. Nihoyatda ham o'tkir. Boltamiz xudo xolasa suvakka ursanglar, temirga ursanglar qaytmaydigan boltadan. Kilo 700. Mana qayrag'imiz mana bemalol pichoqlar qayraverasizlar. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.